Bitta roldan ikkita qovurilgan tuxum, bir burda qotgan nonni ustida o'zini baxtli his qila olmagan inson milliarder, millioner bo'lsa ham baxtli bo'la olmaydi. Mayli meni so'kinglar do'stlar, lekin baxt pulda emas. Yo Robbim deyman-da o'zimga o'zim. Sen uchun meni mana bu dunyolarda egasi, o'sha milliard pullarda egasi qilib qo'yish nima bo'pti? Shunchasini qilgansan, meni ham qila olasan. Lekin bilaman baxt pulda emas. Aytaylik milliardersiz do'stlar, lekin bir umr o'zingizni ko'nglingiz bo'lmagan, yaxshi ko'rmagan insoningiz bilan yashashga mahkumsiz. Tatiydimi? Shaxsan menga tatmaydi. Milliardersiz, rakni 4-darajasisiz. Doktor House ham, Amerika, Hindistonni ham tuzata olmaydi, Allohning mo'jizasi bo'lmasa. To'g'rimi? Noto'g'rimi? Multimillionersiz, lekin atrofingizdagi do'stlaringizni hammasi manfaat uchun qurilgan, siz yoningizda manfaat uchun bo'lib turibdi. Tatiydimi, tatimaydimi? Yana o'sha milliarder, balki trillionerdirsiz. Ota-onangiz yo'q, ota-onangiz kasal, tuzalmas kasal. Bitta gap bor-ku, siqilsang ham BMW'ning ichida siqil. To'xta, bo'lmagan gap do'stlar. Bu hayotda shunchaki borligingiz, yuragingiz urib turgani, nafas olayotganingiz, to'rt muchangiz sog'ligi, yaqinlaringiz yoningizdaligi baxt emasmi? Balki baxt ichki xotirjamlikdadir do'stlar. Bunday o'ylab qarasa, dunyoni qo'lga olgan eng boy inson bilan bitta faqir, bir kambag'al inson ham yarimta non, bir piyola suvga to'yadi bir martalik. Qissadan hissa shuki do'stlar, oddiy holiga ham, hozirgi ahvoliga ham shukr qilib, yo Robbim, prosta yaratib qo'yganingga ham shukr. To'rt mucham ishlab turibdi, oshqozon, suyak, mana bu ko'z atkas qilmayapti. Shunga shukr. Og'zimizdan non o'tayotganiga shukr demagan inson menimcha boy bo'lib keta olmasa kerak. Yana ham bilmadim. Chunki shukronalikda eng katta bir fayz, baraka bor deb o'ylayman do'stlar. Yashab turgan kunimizga shukr qilaylik. Pulni orqasidan qo'ymaylik, hamma narsani pulga olib borib taqayvermaylik, tiravermaylik. Ya Alloh beradi. Hozir krizisdamiz, 5 yildan keyin o'tib ketadi. Hozir sal pulingiz kammi, 1 yildan keyin qo'lingizga pul tushadi. O'tib oldingiz sizga hamma qarzlardan. Hamma nimalar past balandlar o'tib kelyapsan-ku. Hamma narsa pul emas do'stlar. Bitta yaxshi ko'rgan yor, ota-ona, oila, bitta do'st bo'lsa bo'ldi ekan. Bunday o'ylab qarasa do'stlar. Bu dunyo trillion pullari borlardan ham qoldi-ku. Hamma gap pulda emas, baxt pulda emas. Baxt ichki xotirjamlikda, shukronalikda, nafas olishda.